Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxda yaxshi Cobalt mashinasi 2018 ga 19 90 ming kilometr masofani bosib o'tgan 4-peysi avtomat korobkasi bilan o'qida. Mashina holati zo'r holat turibdi. Kraska holati bir 20-25% kraskasi bor ekan, o'zingiz uchun tekshirib, prerka qidirib olasizlar. 4 ta yaxshi bolonlar qo'yilgan. Salonlarni ko'rishingiz mumkin akalar. Salonlari ham zo'r holat turibdi. 90 ming prebek, 89 ming ekan aniqrog'i. Mashinaga yaxshi chexol, ko'rdan ko'rli solingan. Okalar mashina benzin holatda hali gaz o'rnamagan, texnik holatda hech qanaqa muammosi yo'q okalar. Kuzlarda ham qirilgan, sizilgan joylar yo'q. Xullas mashina okalar mazza qilib olib menasizlar okalar. Okamiz bilan narxini tortishib bo'ladigan narxda aytdilar. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi okalar. $8,400 baholanadi. $8,400 ga 2018 ga 19 90 ming kilometr masofani bosib o'tgan minishga tayyor 4-peysi avtomat korobka Cobalt mashinasi. Bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin okalar.